Yoshlik siri haqida video olganimda, agar like va komment bilan qo'llab-quvvatlasangiz, men shunaqa videolarni ko'paytiraman deb va'da bergan edim. Sizlar qo'llab-quvvatladingiz va men go'zallik sirlari haqida videolarimni davom ettirmoqchiman. Ideal insonni o'zi yo'q deyishadi, lekin xabaringlar bor, men ideal bo'lmagan, mukammal bo'lmagan insonni o'zi yo'q degan g'oya asoschisiman. Chunki Alloh yaratgan narsa mukammal va ideal bo'lmasligi mumkin emas deb hisoblayman. Oddiy bir o'tni olasizlarmi, gul olasizlarmi, oddiy bir daraxtning yaprog'ini olasizlarmi, yaxshilab o'rganib chiqadigan bo'lsanglar, qanchalik mukammal darajada yaratilganligiga guvoh bo'lasizlar. Ilmli odamlar bu narsani yaxshi tushunishadi. Shunday ekan, bu dunyodagi hamma insonlar go'zal qilib yaratilgan, faqat buni ko'ra oladigan ko'zlar bor, ko'ra olmaydigan ko'zlar bor. Ko'rsatib biladigan insonlar bor, ko'rsata olmaydigan insonlar bor. Siz pardoz qiling, chiroyli kiyining, qimmat mashinada yuring, kosmetologga borib, doktorlarga borib, botoks qildiring, nimadirlar qildiring. Sizlarni xafa qilaman. Baribirga ham go'zalligingizni odamlar payqay olmasligi mumkin. Qachonki siz ochilishni boshlaganingizda, mehr berishni boshlaganingizda, sevishni boshlaganingizda, bugun sevdim, ertaga xayrda sidaniya emas. Kerakli ko'ngillarga mehr berishni boshlaganingizda, ko'proq buvijon, bobojon, farzandi yo'q bobo-bibilar, mehrga zo'r bo'lgan qalblarga mehr berishni boshlasangiz, ana o'shanda odamlar sizning go'zalligingizni payqay boshlashadi. Odamlarning ko'ziga maftunkor va jozibador bo'lib ko'rinishni boshlaysiz. Chunki bu dunyoda hozir hamma inson mehrga zo'r. Qachon sizda mehr buloqda ochilib, sochilib boshlaganida, odamlar bu mehrni his qilishni va sizga magnitda yopishishni boshlashadi. Sizni sevishni boshlashadi. O'sha paytda sizning sochingizga tushgan oq ularning ko'ziga ko'rinmaydi. O'sha paytda sizning yuzingizdagi ajinlar ko'rinmaydi. Siz dunyodagi eng go'zal inson bo'lib ko'rinasiz bunaqa insonlarning ko'ziga. Alloh kimnidir qattiq sevsangiz, u insonni olib qo'yadi deyishadi. Yo'q. Bunaqa afsonalarga ishonmaymiz. Ishoning, har bir qalbda Alloh mavjud. Agar siz chinakam mehrli inson bo'ladigan bo'lsangiz, bu qalblar sizdan hech qachon yiroqlashmaydi. Filosofiya tilida aytganda, Alloh siz bilan birga bo'ladi. Keyin shuning uchun ham bugundan o'zimizni go'zalligimizga ishonishni boshlaymiz va boshqalarni ham ishontira olishga harakat qilamiz. Kimdir qanaqa qobiliyat bor, kimdir o'zini kulgusi bilan, kimdir materialni, kimdir boshqacha mehr bilan qanaqa odamlarga baxt keltira oladi, quvonch keltira oladi, o'ylashamiz. Mani chiroylilarim, agar shunaqa videolar sizlarga ko'proq kerak bo'lsa, like, komment, podдержка kutib qolaman va shunga doir videolarni ko'proq qilishga harakat qilaman. Chespears brendi sizlarga go'zallik tilaydi, baxt tilaydi va o'zlaringizni sevgan iforingiz bilan eng zo'r nafis hidlar bilan doim taralib yurishni tilab qoladi.